naryad ko'rsatmayapsiz. Mana eshikni ochyapsiz-da. Ham bu yoqqa turadi. Nan znachokingiz bor sizda yo nan nimangiz bu? Znachoklar yo'q. Siz naryad taqdim qilmaysiz-a? Naryad taqdim qilmayman. Siz taqdim yo'q, taqdim qilmayman. Xo'p, nima sabab? Sabab naryadni qo'limga berilmaydi. Nima uchun? Sizga mana boshliqdan xizmat to'xtatdingiz. Biz naryad xizmat to'xtash haqqingiz bormi? Haqqim bor. Haqqingiz bor. Kamerangiz yo'q sizda. Kameram yo'q. Fuqarolar bilan muloqot jarayoni qayd etish imkonini beradigan video kameralar bilan ta'minlaymiz. To'xtatdimi? Video kamerasi bo'lmasa to'xtatmaydi. Hammaga men hisob-kitobni qildim. 10-fevraldan beramiz. To'xtatdi, video kameraga qarab gaplashsa inobatga o'tadi. Bo'lmasa o'ziga jinoiy javobga tortamiz. Nimaga aytsangiz hamma narsani suhbatda poraxo'rlik qilyapti. Endi GAI to'xtatadi, kamera bilan gaplashadi. O'zining boshiga shunday bo'yniga kamera osib qo'yamiz. Kichkinagina hamma rivojlangan davlatlarda bor, uni biz hozir sotib olyapmiz. Ma'qul bo'ladimi? Nima uchun? 13 fevralda O'zbekiston Respublika Prezidenti qabulxonasida aytgan. Hujjatni taqdim qilasizmi yo'qmi? Qabul qiling, maktabimda o'tiring. Men taqdim qilaman sizga. Taqdim nima? Taqdim qilyapsiz-ku. Taqdim qilaman men. Yo'q, mana. Hujjatlar mana joyida. Taqdim qiling-da aka, hurmatingizni biling. Yo'q, taqdim qilaman. Bu kishi menga ijtimoiy taqdim qilmayapti. Qarang, taqdim qilmayapti emas. Turushiga nima qilgan? Davlat xodimi. Forma kiygan, o'zidan kelib shayga turmasa kerak shu odam. To'g'rimi aka? Bunga nima bo'ladi? Bunga narsa bo'lgan yo'qmi? Yo'q, men to'g'ri gapiring. Shuni qilyapman. Yo'q, baqa naryad, biz naryad qilyapti.